Muhtaram azizlar, ushbu islom tarixi, Rasulimiz alayhissalatu vassalamning tarixini avval aytib o'tganimizdek, juda ham qisqa holatda, muxtasar holatda sizlarga bayon qilib boryapmiz. Shuning uchun ushbu bizning suhbatlarimizni kuzatib turgan boshqa ba'zi bir ahli ilmlar, tarix ustozlarimizdan uzr so'rayman. Chunki hayron bo'lmasliklarini iltimos qilaman. Biz juda ham muxtasar holatda aytib ketyapmiz. Katta tarix, buni hammamiz aql bilan tushungan holatimiz, bu Rasulimiz alayhisolatu vasallam tarixlarini 23 yilda ham tugata olmasligimiz aqlga tayin. Shuning uchun eng tarixiy voqealarnigina tanlab biz uchun ibrat olishimiz kerak bo'lgan nuqtalarini olib aytib boryapmiz. O'tgangi suhbatimizda Badr g'azoti haqida gaplashgan edik. Musulmonlarga farishtalar yordamga tushganligini va bu g'alaba Allohning ne'mati bo'lganligi haqida gaplashgan edik. Bundan keyin ham yana mana shunday mayda urushlar bo'lib turdi, tinch bo'lmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birgalikda dinini, vatanini, yurtini himoya qilishlikda doimgidek fidoyilikni namoyon qilib turdilar. Ammo Makka mukarrama tomonda halagacha ularning qalbida Badr uchun qasos olishlik alangasi o'chmadi. 3-hijriy sanaga kelganda, oradan qariyb 1 yildan ko'proq yoki 1 yil vaqt o'tgandan keyin ular yana kuchaydilar. Abu Sufyonda qo'rquv paydo bo'ldi, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madinada turibdilar. Makkaliklar hech iloji yo'q, ular savdo bilan shug'ullanadigan xalq, mushriklar o'sha Madinadan o'tishliklari bor va ular har o'tganda qo'rquv bilan o'tishliklari va avvalgi Badrdagi qasosi ularni hech tinchitmadi. Shundan keyin Abu Sufyon hammalariga e'lon qilib, payg'ambarimiz alayhissalom va musulmonlar ustiga, ya'ni Madina Munawvaraga urush qilish taklifini berdi. Agar esingizda bo'lsa, Abu Sufyon olib kelgan karvon hech kim tegmagan holda Dorun Nadvada to'planib turardi. Abu Sufyon Dorun Nadvada turgan mana shu mollarni hammasini sotib foydasini musulmonlarning zarariga ishlatishlikka qasd qildi va bu taklifni barcha o'zining maslakdoshlariga aytganda hammalari buni qo'llab-quvvatladi. Ayniqsa bu qarordan Abu Sufyonning xotini Hind binti Aqaba nihoyatda xursand bo'lib ketdi. Chunki u ayolning qalbida shunday bir narsa bor ediki, qanday qilib bo'lsa ham otasini va o'zining jigarlarini, qarindoshlarini, o'chini, qasdini olishlik ichida yonib turar edi. Shuning uchun bu gapdan juda xursand bo'ldi. Bundan xabardor bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Makkada yashab qolgan amaklari Abbos ibn Abdul Muttalib bir odamni yollab tezda Rasulimiz alayhissalomga xabarchi yubordilar va madinaliklarni ogoh qilishlik ma'nosida zudlik bilan tayyorgarlik ko'rishlikni, makkaliklar, mushriklar juda katta askar bilan qariyb 3000 ta askar to'plaganini va nihoyat darajada yaxshi qurol aslaha bilan jihozlanganligini hammasini xabarini Rasulimiz alayhisalomga yetkazdilar. Bu xabarni payg'ambarimiz alayhisalom eshitar ekan, darhol musulmonlarni, ashoblarini, muhojir va ansorlarni yig'ib bu holatdan xabardor qildilar. Nima qilamiz degan mashvaratni o'rtaga tashladilar. Hammalari kelishib, sahobalar to'planib turdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini takliflari boshqacha edi. Rasulimiz alayhisalom aytdilarki, bular juda ham katta qo'shin bilan kelayotganligini e'tiboridan Madinadan tashqariga chiqmasdan kutib olaylik dedilar. Mana shu Madinada istehkomlar qilaylikda, Madinaga kirganda ularga qarshi hujum qilaylik. Hatto binolarimizni tomlaridan ayollarimiz, bolalarimiz ham bizga yordam beradi. Chunki bular juda dahshatli kelyapti degan taklifda aytdilar. Lekin Hamza radhiyallohu anhu amakilari va bu kishiga o'xshagan jasoratli pahlavon sahobalar, ayniqsa yosh sahobalar hammalari bir bo'lishib, yo'q, biz Badrda ishtirok etolmay qolganlari, ayniqsa ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz bu go'zal shahrimizga, Madina Munawvaraga ularni kirgizmasdan yo'lda tormor qilamiz, ulardan qo'rqmaymiz degan takliflarni berdilar. Hammalari shu tomon bo'ldi. Ammo yoshi ulug'lari, kattalari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning taklifini qo'llab-quvvatlab turgan edilar. Lekin juda ko'p sahobalar hammalari, ayniqsa amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham u tomonga o'tib, o'sha fikr tomonida bo'lib, ularni Madinaga kirgizmasdan yo'lda tormor qilishlik taklifiga o'tganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nochor holda indamasdan o'rnidan turib mayli deb xonalariga kirib ketdilar. Shundan keyin yoshi ulug' ashoblar ularga, sizlar noto'g'ri qildilaring. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam takliflariga unash kerak edi. Balkim u zot xohlamayotgandir, balkim bu Allohning buyrug'i bilandir. Nega bunday beodoblik qildinglar deganda aytgandan keyin hammalari xijolat bo'lib turuvdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ustilariga jang liboslarini, sovutlarini kiyib chiqdilar.
Buni ko'rib haligi sahobalar kelib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni afv qilsinlar, bizni kechirsinlar, xohlaganlarini qarorlarni qabul qilaversinlar, biz shunga rozimiz dedilar. Keyin bu gapni eshitgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, yo'q dedilar. Payg'ambarlar dedilar. Ya'ni o'zlaridan avvalgi payg'ambarlar ham, o'zlarida ham demak shunaqa qoida bor ekan. Payg'ambarlar niyat qilib ustilariga jang libosini kiygandan keyin endi buni yechib bo'lmaydi, jang bo'lmaguncha dedilar. Endi o'sha qaror hammamiz tashqariga chiqaylik dedi. Tayyorlanaylik dedilar va hammasi bunga tayyorgarlik ko'rishib, qancha odam bo'lsa, qancha qodir bo'lsa chiqishlikka harakatini boshladilar. Bu tomonda esa Makka mushriklari bemalol o'zlarini oldilariga, bilasizlar, ular avvalgi janglarda ham joriyalarini, xizmatkorlarni olardilar, lekin bu safar Hind binti Aqaba boshqacharoq ish qildi. Xizmatkor cho'rilarni emas, hamma obro'li askarlarni xotinlarini olib chiqdi. O'zi ham birga chiqdi. Toki aytdiki, agar chekinadigan bo'lsak, bizni ham tashlab ketgan bo'ladi dedi. Xotinlarini tashlab ketmaydi degan ma'noda ayollarni ham birga olib chiqdi, qarang. Ham ruhlantirish ma'nosida, ham mana shunaqa darajada payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga dushman edi. Shunaqa dushmanligi qattiq bo'lgan ediki, iloji boricha ayniqsa Hamza radhiyallohu anhudan uni otasini o'ldirganligi uchun undan qattiq qasos olishni niyat qilgan edi. Shuning uchun Jubayr bin Mut'im degan odamni bir quli bo'lar edi, Vahshiy degan. Mana shu Vahshiy degan ismli qulini Jubayr bin Mut'im bilan birga Hind binti Aqaba, o'sha Hind Abu Sufyonning ayoli kelishdilar. Agar Hamzani o'ldirsa ozod qilishlikka ular bitim imzolashdi va Vahshiyga taklif qildiki, agar Hamza radhiyallohu anhuni o'ldirsang, sen ozodsan degan taklifni berdilar. Vahshiy anchadan beri o'zi ozod bo'lish istagida yurar edi. Jangda qatnashishlik niyati yo'q bo'lsa-da, lekin ular ozod bo'lishlik uchun nima taklifni bersa, rozi bo'lib, o'zini noqis aqli bilan aslida shunday ulug' bir zotga qarshi chiqayotganligini unutib rozi bo'lgan edi. Hind mana shularni niyat qilib, shu orzular bilan hammalarni oldilariga qo'yib, kuy qo'shiqlar, she'rlar aytishib, maishatlar qilishib Madina tomon yurib keldilar. Ular Zulhulayfa degan joyga kelganda askarlarini tushirib, mana shu joyda demak Makka mushriklari o'zlarini chodirlarini tika boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam esa 1000 ta ashoblar bilan chiqib keldilar. Madinadan chiqqandan keyin Shaud degan joyga kelganlarida ularning ichida hammamizga mashhur bo'lgan munofiq Abdulloh ibn Ubay degan munofiq bor edi. U fitna chiqardi. Maqsadi uni urush qilish emas edi. Aslida u o'zini hazakam musulmon qilib yurardi. Mana shu joyda haqiqiy uni basharasi bilinib qoldi. U bahona chiqarib, yosh bolalarning gapiga kirib, tajribali odamlarning gapiga kirmasdan Muhammad sollallohu alayhi vasallam mashaqa chiqdilar. Endi biz nima qilamiz urushib? Shuncha katta askarga jonimizni tikib, o'sha kelishgan maslahatiga yurgan yoshlar bilan jang qilaversin deb 300 ta odamini orqaga burib olib ketib qoldi. 1000 tadan 700 ta qoldi, qarang. Ularda esa 3000 ta. 3000 ta askar kelyapti. Sahobalar 700 ta qoldi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamda va sahobalarning kayfiyatiga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa-da, Rasulimiz alayhisolatu vassalam ularga dalda berib, Alloh haq azza va jalla ularga madad berishini aytib, duolar qilib hammalarini dadillantirib turdilar. Shu orada asta-asta yurib kelib, ular demak o'sha Madina Munavvaradan 7-8 chaqirim chiqqandan keyin chekkadagi bir Uhud tog'i bor. Mana shu tog'da oldiga keldilar. Bu tog'ni oldida bo'lganligi uchun bu urush shuning uchun Uhud jangi deb atalinadi. O'sha Uhud tog'ining nomidan aytilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'sha Uhud tog'iga kelganlardan keyin askarlarida Uhudni oldiga, ya'ni musulmonlarni orqa tomonida Uhud tog'i qoldi. Ular oldinga tushib maydonda o'sha joyga joyladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'sha joyda ularni hamma musulmonlarni to'plab, ularni oldilariga mana shu jangda agar kimki vatanini himoya qilsa bo'ladigan, iymonini himoya qilsa bo'ladigan savoblardan gapirdilar. Shu himoya qilish yo'lida olamdan o'tganlarga jannat va'da qilinganini aytdilar va birdan qo'llariga bir qilichlarini oldilar. O'zlarining qilichlari bor edi. Qilichlarini olib, mana bu qilichni haqqini kim ado qiladi dedi. Shunda bir nechta sahobalar men ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb qichqirdilar. Ular ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bor, yana boshqalari bor. 3 marta qaytardi, ushalasida hamma aytdi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimagadir bergisi kelmadi. Buni haqqini ado qiladigan odam bo'lish kerak dedi. Shunda juda sahobalar ichida pahlavon botirligi bilan, qilichvozligi bilan mashhur bo'lgan sahoba Abu Dujona radhiyallohu anhu keldilarda
Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu qilishni haqqini ado qilish nima bilan bo'ladi o'zi dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam buni haqqi dedilarki, mana shu qilich bukilib sinib ketguncha jang qilish dedilar. Ma ado qilaman bo'lmasa deb Abu Dujona Rasulimiz alayhisalotu vassalamni qo'lidan shu qilichni oldilar. Qilichni olganlaridan keyin juda mag'rurlanib, kibrlanib kirib ketayotgandilar. Orqalaridan payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, faqat urush oldindangina shunaqa yurish mumkin. Agar boshqa payt bunaqa yurishlik bo'lganda yaxshi emas edi, ya'ni kibriga o'xshab. Ammo bu joyda pahlavonlarcha yursa mayli dedilar. Abu Dujonani qo'llab-quvvatladilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Abdulloh ibn Jubayr degan sahoba bilan birgalikda 50 ta sahoba bor edi. Mana shu 50 sahoba eng mashhur mergan kamonchilar edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Abdulloh ibn Jubayr boshliq mana shu 50 ta kamonchini Uhud tog'ini tepasiga olib chiqib qo'ydilar. Yuqorisiga qo'yib aytdilarki, sizlarga topshiriq dedilar. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamda topshiriqlari. Mana shu tog'dan tushmaysizlar dedi. Biz g'alaba qozonamizmi yoki mag'lub bo'lamizmi? Hatto yiqilib qolib marhumlarni yeydigan qushlar kelgan taqdirda ham men aytmagunimcha tog'dan tushmaysizlar dedi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shuni qat'iy aytdilar. Abdulloh ibn Jubayr rozi bo'lib 50 kamonchi bilan mana shu joyda qoldilar. Ana bundan keyin jang boshlandilar. Endi albatta bu jang juda katta tafsilotli jang. Buni har birini biz birma-bir sharhlab berishlikka hozir ojizmiz. Qolaversa azizlar, shaxsan men uchun bir ahli ilm domla sifatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hayotlarini gapirishlikdagi qismlarini ichida eng og'iri mana shu Uhudda gapirish. Chunki bunda Rasulimiz alayhissalatu vassalam yarador bo'lganlar. Ko'p qiynalganlar. Shuning uchun shaxsan men o'zim to'g'risi mana shu voqealarni aytishlikda ko'p qiynalaman. Shuning uchun ijozatinglar bilan har birini birma-bir aytmaymizda, eng o'sha biz uchun zarur bo'lgan holatlarni aytib o'tmoqchiman xolos. Demak, jang boshlandi. Allohning marhamati bilan musulmonlar g'alaba qilyapti. Shunday g'alaba qildi, hammalari kuchli bir ilhomlanib ketdilar. Hattoki haligi Abu Dujona qo'lidagi qilichini haqqini ado qilishlikka shu darajada berilib ketdiki, otni ustida hamma dahshatga tushdi uni ko'rib. Hatto Hind binti Aqabani ham orqasidan quvladi Abu Sufyon xotinini. U o'yladiki, mani hozir ana chopib yuboradi, mana chopib yuboradi dedi. Demak, o'sha ayollariga qadar borib qolishdi-da bular musulmonlar. Lekin Abu Dujona yaqinlashgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabarruk qilishlari bir ojizda bir ayol kishini qoni bilan bulg'anmasin dedilar-da, hech narsa qilmasdan orqaga o'girilib ketib qoldi. Hind saqlanib qoldi. Abu Dujona yana jangini boshlab vatanini, yurtini, xususan payg'ambarimiz alayhissalomni himoya qilishlikka qattiq harakat qilib turardilar. Birdan haligi Uhud tog'iga qo'yib qo'ygan 50 kamonchi tepadan ko'rib turibdiki, musulmonlar g'alaba qilyapti, kofirlar chekinyapti, hammasi qochyapti, to's to'polon g'alaba nashidasi ovozlar eshitilyapti. Kamonchilardan biri aytdiki, ketdik, biz ham pastga tushamiz dedi. Shunda Abdulloh ibn Jubayr aytdilarki, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam pastga tushmanglar dedilar. To'xtab turinglar deydilar birlari. Ular hozir g'alaba bilan bo'lib bizni unutib qo'ydilar dedi. Tezroq tushaylik, biz ham ishtirok etaylik, qolaversa o'lja olaylik degan niyatni qarang. Shu niyat bilan orqalariga burilib tushib ketdilar. Abdulloh ibn Jubayr qaytarishlariga qaramasdan tushib ketib qoldilar. Mana shu narsa biz uchun ta'lim bo'lish kerak. O'zini rahbarini, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gapini qilmaslik, insonlarni o'zini ra'yi bilan ish qilishligi, o'z boshlig'i rahbarini aytgan ishini qilmasligi og'ir musibatlarga olib kelar ekan. Aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kamonchilarni u yerga qo'yib qo'yishdan ko'zlagan maqsad Xolid ibn Valid bilan Ikrima ibn Abu Jahl narigi tomonda, orqa tomonda edi. U kofirlar askarlari. Ular o'sha kamonchilardan qo'rqib kela olmayapti. Kamonchilar tushgandan keyin ularga yo'l ochilib, ular orqadan bostirib keldilar. Natijada musulmonlar qurshovda qoldi. Orqa tomondan Xolid ibn Valid boshliq, Ikrima ibn Abu Jahl boshliq askarlar bu yoqdan bostirib keldi. Askarlarining otliqlarini kelayotganini ko'rgan kofirlar ilhomlanib orqaga qaytdilar. Musulmonlar hayron bo'lib qoldilar, o'rtada qolib ketdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom shundoq tepaga qaradilar, kamonchilar yo'q. Nihoyatda xafa bo'ldilar, lekin endi kechidi, chunki hamma musulmonlar parokanda bo'lib atrofga chachilib, ularni kofirlarni qurshovida qolib ketdi. Shunaqa qiyin bir holatga kelib qoldiki, hatto hamma u yoq bu yoqqa tarqab turgan bir paytda Ibn Qam'a degan bir odam kelib Mus'ab ibn Umayrni chopib yuborib o'ldirib qo'ydi. Mus'ab ibn Umayrning qo'lida bayrog'i bor edi.
va uni ko'rib o'yladiki, birdan qichqirib yubordi Ibn Qam'a maydonda, man Muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'ldirdim deb baqirib yubordi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'ldirildi degan gapni eshitgandan keyin sahobalar o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bir xilgilari qo'rqqanidan hatto qochib ham ketib qoldilar. Nima qilamiz deb. Ammo bir xilgilari kelib, bir-birlariga kelib, eshitdingmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar dedi. Ha, eshitdim deydi. Unda biz yashab nima qilamiz dedilar. Yurgin, axir endi bizga bu dunyo harom-ku dedilar. O'zlarini jangga urdilar. Mana shunaqa sahobalar fidoyilik bilan turibdi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni yolg'on o'ldirildi degan gapi hammasini parokanda qilib turdi. Hamza radhiyallohu anhu nihoyatda o'zi arslonlardek jang qilib yurtini, vatanini, Rasulimiz alayhisolatu vassalamni himoya qilib turgan bir paytda haligi Jubayr bin Mut'imni quli Vahshiy hech kim bilan jang qilmasdan faqat poylab yurib oxiri Hamza radhiyallohu anhuga nayza otdi. Bu nayza otish bo'yicha juda mohir edi. Nayza kelib Hamza radhiyallohu anhuga tegdi va bu zotni qornidan kirib orqasidan chiqib ketdi nayza. Hamza radhiyallohu anhu bor kuchi bilan Vahshiy tomonga intildi-yu, lekin o'sha joyda joni uzilib yiqilib qoldilar. Hamza radhiyallohu anhu shu holatda shahid bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam esa bu tomonda turgan edilar. Yana o'sha kofirlardan birlari kelib Rasulimiz alayhisolatu vassalamga tashlanib, payg'ambarimiz alayhissalomni hatto boshlaridagi dubulg'asi aralash qilich tegdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketib qoldilar. Bu yerdan ko'tarib chiqdilar. Bir tosh kelib Rasulimiz alayhisolatu vassalamni boshlariga tegib, dubulg'alariga, hatto oldidagi ikki tishlari tushib ham ketdi, qonadi. Mana shunaqa juda qiyin holatda qoldi. Hamma tarqab ketgan, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan. Lekin pahlavon sahobalar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni sevib jonidan fido bo'lgan shunday sahobalar bor ekanki, ular payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni qurshab, atrofini o'rab turdilar. Bulardan bittasi Abu Talha radhiyallohu anhu edi. Abu Talha radhiyallohu anhu kelayotgan kamon o'qini o'zini jismi bilan to'sardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam: "Ey Abu Talha, o'zingni ehtiyot qil" deyishiga qaramasdan jonini fido qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni to'sardilar. Hatto mana shu joyda Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu bor edilar. Bu sahoba juda ham mergan kamonchi edi. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning oldilariga o'tirib, kamonda o'q otib himoya qilib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kamonda o'qini unga olib berib turdilar. U juda ham mohir otardilar. Hatto Rasulimiz alayhisolatu vassalam avval ham, keyin ham hech kimga aytmagan gapni Sa'dga aytgan ekanlar. Kamonda olib berar ekanlar o'qini. "Irmi ya Sa'd, fidaka abi va ummi" dedilar-da. "Ey Sa'd, otgin, otam va onam senga fido bo'lsin" dedilar. Bu gapni payg'ambarimiz alayhisalom hech kimga aytmagan edilar. Keyin ham avval ham. Bu Sa'd ibn Abi Waqqos uchun nihoyat darajada sharaf edi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni diniga bo'lgan, rasuliga bo'lgan, yurtiga bo'lgan, vataniga bo'lgan fidoiligi uchun mana shu gapni aytdilar. Hamma parokanda bo'lgan, hamma qochgan, lekin 7 ta muhojirlar, ya'ni 7 taga yaqin ansoriylar, 14 ta yoki undan ko'proq sahobalar atrofini o'rab, jon fidolik qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni himoya qilardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalari tashvishlanib, parokandalikka tushib, nima qilishini bilmay, ba'zi birlari hatto qochib ketayotdi yo'lda. Ularga Umma Amora degan sahobiya onamiz yo'liqdilar. Bu Nasiba yoki Nusayba ham deyiladi. Mana shu onamiz, bu ona yaradorlarga yordam bergan chiquvdilar. Ularni ko'rib, "Nega bunday qilishyapsan? Axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham tashlab ketasanlarmi?" deb ba'zi birlariga jahl qilib, "Hech bo'lmasa qo'lingdagi qilichingni tashlab ket menga" deb baqirganlarga turdilar. Mana shu joyda Umma Amorani erlari Zayd ibn Osim va Hubayb va Amora degan o'g'illari o'zi birga edi. Ular birga jang qilayotdi. Ikkita o'g'li, eri birga edi. Mana shu oilalarni oldiga kelib, ayol kishi Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'g'li, eri va ikki o'g'li bilan birga qurshab himoya qila boshladi. Keyinchalik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hikoya qilib aytgan edilarki, o'ng tomonimga ham qaraganimda o'sha Nasiba degan ayol meni himoya qilayotganini, chap tomonimga qarasam ham u dahshat bilan jang qilayotganini ko'rardim deb ta'rif bergan ekan. Ayol kishi bo'la turib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq muhabbati bilan himoya qilganlar. Shu payt bir ajib voqeada qarang azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatni qarang. Mana shu ayolni o'g'li yaralanib qoldi.
Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam, ey Ummu Ammora, o'g'ling yaralandi, o'g'lingga qara dedi. O'g'li yaralanib yotibdi. Yugurib bordida, o'zi yaradorlarga hamshiralikka chiqqan edilar u. O'g'lini darhol yaralarini bog'lab, yaralangan joyini, qonlarini to'xtatdi-da, tur bolam, Rasulullohni himoya qildi. Bolasi azob tortib turibdi, qoni oqib turibdi, mahkam bag'ladida, tur bolam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoya qil dedilar. Bu matonat, bu muhabbatdan edi. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam bundan juda xursand bo'lib ketib, haligi holatdan ta'sirlanib, ularga qarab turib duo qilvordilarki, Allohumma rahimahumulloh ahli bayt dedilar. Mana shu Ummu Ummorani oilasini Allohim rahim qilgin deyodilar. Haligi ayol qarab turib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, duo so'rayman sizdan dedilar. Nima duo so'raysan deyodilar. Siz bilan jannatda bo'lishlikni so'rab duo qiling dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam jannatda birga bo'lishlikni so'rab duo qildilar shu holatda. Mana shu oila bilan meni jannatda birga qilgin deyodilar. Ummu Ammora radhiyallohu anha onamiz aytdilarki, endi menga dedilar, dunyoni musibatini parvo olmaydiganman. Chunki endi men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qo'shni bo'laman dedilar. Qarang, o'lim arafasida turibdi-ya, urush bo'lyapti, lekin sahobalarni umidi jannat. Umidi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ham suhbat bo'lish. Mana shunday jasorat ko'rsatib bu ayol ham Rasulimiz alayhissalatu vassalamni himoya qildilar. Ammo mana shu jang kofirlarni tomoniga g'alaba bilan yakunlandi. Ko'pgina 70 ga yaqin 70 ta sahoba o'sha kuni shahid bo'ldi. Og'ir musibat bo'ldi. Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ham olamdan o'tdilar. Eng yomoni jang tugagandan keyin hali insoniyat tarixida qilinmagan ishni qilishdi kofirlar. Jangda bunaqa ish avvallari qilinolmasdi. Bu juda taqiqlangan edi. Insoniyat uchun musla qildilar. Musla degani yotgan o'liklarni quloq burunlarini ham kesib olishdi. Masxara ma'nosida. Hamza radhiyallohu anhu ham musla qilindi. Vahshiy haligi qora Habash Hind binti Aqabani olib kelib, mana Hamzani o'ligidek ko'rsatuvdi. Hind degan ayol Hamza radhiyallohu anhu'ni qornini yorib, hatto chigarini chaynashgacha bordi. Mana shunday bir mal'unlikgacha borishdi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam sahobalarni musla bo'lganini ko'rdilar, yig'ladilar, duo qildilar, lekin juda og'ir kunlarni boshdan o'tkazdilar. Ajib voqealar bo'ldi. Bir payt sahobalardan Hanzala degan bir sahoba ham olamdan o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilishda, shunda Rasulimiz hayron bo'ldilarda, Hanzalani osmondan farishtalar tushib oltindan bo'lgan tag'orada cho'miltirganini ko'rdima deb hayron bo'ldilar. Hanzala yangi kuyov edilar. G'usl qilishga ulgurmasdan Rasulullohning himoyasiga chiqib ketuvdi uydan. Shuning uchun farishtalar kelib bu zotni cho'miltirib qo'yib jannatga olib ketganligini ko'rsatdilarda. Mana bu narsa ham qanchalik darajada sahobalarni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga oshiq bo'lganliklarini nishonasi bo'ladi. Azizlar, biz nima uchun buni eslayapmiz? Mana buni sababi nega bunday bo'ldi? Nima uchun Badrda yordam bergan Alloh nega endi Uhudda bunday bo'ldi? Chunki o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, eng katta musibat musulmon uchun o'z rahbariga itoat qilmaslik. Itoatsizlik oqibatida bo'ldi. Shuning uchun biz doimo xalqimizni, musulmonlarni, vatandosh yurtdoshlarimizni itoatga chaqiramiz. Aytamizki, o'zingizni rahbarlaringizga itoatli bo'ling. Sizga berilayotgan har bir ko'rsatmalarga amal qiling. Chunki bu sizning vazifangiz. Agar itoat bo'lmasa, agar fidoyilik bo'lmasa, vatanparvarlik bo'lmasa, yurtparvarlik bo'lmasa, u inson doim xato qiladi. U inson doim mag'lub bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning hayotlarini o'rganar ekanmiz. Biz uchun eng muhim nuqtalarini o'zimiz uchun yozib olishimiz kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga muhabbat va sadoqat bo'lishligi, u zotni ko'rsatmasini o'zsiz hayotimizga tatbiq qilishimiz va shuni barobarida Qur'oni Karimda Estaizu billah, atiulloha va atiur rasul va ulil amri minkum. Allohga bo'ysuning, Allohning payg'ambariga bo'ysuning va o'zingizni rahbarlaringizga bo'ysuning degan oyatga muvofiq ham biz albatta itoatda bo'lishimiz kerak. Ba'zan itoatsizlik, ba'zan beodoblik, ba'zan sabrsizlik holatlarini ham ko'rib qolamiz. Bu narsa musulmonlar uchun begona bo'lishi kerak. Biz doimo bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, mashvarat bilan, maslahat bilan, eng asosiysi tinch, osoyishtalikni saqlagan holda hayot kechirishimiz kerak. Mana hozir bu narsalarni gapirishligimizdan maqsad, ko'rdingizki, musulmonlar boshiga og'ir musibatni kelishligida o'sha kofirlar bostirib kelib, ular himoyaga o'tdilar. Bu hammasi vatanni, yurtni himoyasi. Vatan, yurt, din
Rasulimiz alayhissalotu vassalamning himoyasi uchun bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga oshiq bo'lgan bu sahobalarimizni hammalarini Allohim jannatda birga ko'rishmoqliklarimizni nasib aylasin. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy, diniy, ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Fahri koinot, shafaat kunandamiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Uhud jangida ko'p o'zining yaqinlaridan ayrilganligini xabarini berdik. Ularning ichida ayniqsa amaklari Hazrati Hamza radhiyallohu anhuning vafot etishlari Rasulimiz alayhissalatu vassalamga juda qattiq ta'sir qildi. Hamma o'tgan shahid bo'lganlarni oilalarida ular uchun ta'ziya qabul qilar, ular uchun ko'z yosh to'kar edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shuning uchun aytdilarki, hamma o'tganlarni xonadonlarida uning yaqinlari ular uchun ko'z yosh to'kib, ularni haqlariga duo qilyapti, ta'ziya ochdilar. Men amakim Hamza radhiyallohu anhu uchun chuqur qayg'udaman dedilar. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning topshiriqlari bilan ana o'sha Uhud maydonini o'ziga, o'sha joyda olamdan o'tgan sahobalarni barchalari dafn qilindi. Ba'zi birlari qiyomatlik do'st bo'lgan, qiyomatlik aka-uka bo'lganlarni esa bir qabrga, bir lahatga qo'ydirdilar. Juda ham hammani qalbini titratadigan holatlar. Mana shuncha sahobalar, ulug' payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam atrofida turgan qancha ulug' sahobalar shahid bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalar judayam xafalik bilan Madinaga qaytib keldilar. Kelayotganlarida yo'lda bir ayol ro'parasiga chiqdi. Odamlar u ayolda jangda eri ham, o'g'li ham ketgani bor edi. Shuning uchun ularni kutgani chiqqan edi. Xabar qilishdiki, erini ham olamdan o'tganligini, o'g'lini ham olamdan o'tganligini xabarini aytdi. Bu og'ir xabar edi. Lekin ayol Rasulimiz alayhisolatu vasallam haqida so'radi. Odamlar kelib, "Seni ering olamdan o'tdi" dedi. Ayol, "Alloh rahmat qilsin, oxirati obod bo'lsin. Rasulim alayhissalomga nima bo'ldi?" dedilar. O'g'ling olamdan o'tdi deganlarga ham Rasulim alayhissalom nima bo'ldilar deb so'radilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ko'rganlardan keyin u zoti barakot uchun jonini bergan eri va farzandi haqqiga duo so'radilar. Mana shunday muhabbat, mana shunday Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'rsatilayotgan ehtirom ichida payg'ambarimiz alayhissalom Madina Munavvaraga kirib keldilar. U tomonda esa kofirlar to'planib bir joyga borganda, biz yengib ketaveramizmi? Madinaga qayta urush qilaylik, borib ularni yengib oxirigacha tormor qilaylik degan takliflarni ham berganlar bo'ldi. Bu tomonda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham qo'rqib turardilarki, ular hozir zaif bo'lib turgan bir pallamizda hujum qilmasinlar deb. Lekin Allohning marhamati, kofirlar o'sha joydan qaytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa Madina Munavvarada qolgan sahobalar bilan qoldilar. Va Madina nihoyatda qiyin, nihoyatda ham hammani qalbi titraydigan ko'z yoshlar ichida. Qaysidir bir xonadonda eri uchun ko'z yosh to'kilsa, qaysidir bir xonadonda o'g'li uchun ko'z yosh to'kilar, qaysi bir xonadonda yaqindagina payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni topshiriqlari bilan hatto g'usl qilishlikka ulgurmasdan chiqib ketgan yori uchun yig'lardilar. Ko'z yoshlari oqar, ammo sahobalar sabr va qanoatda turardilar. Azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari bundan keyin ham o'zlarining sadoqatini ko'rsatib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning atrofida jipslashib turdilar. Lekin yana ozgina fursatlar, yana ko'p voqealar ichida bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xabar keldiki, Bani Musta'liq degan qabila Madina ustiga urush qilmoqchi ekan. Bu qabila hatto Uhud jangida ham kofirlar tomonidan birga jang qilgan edi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga, sahobalarga qattiq ta'sir qildi. Ba'zi sahobalar hatto bulardan har doim Bani Musta'liqdan mana jang qiladi deb bizga hujum qilishini kutib turishlikdan zerikkanliklarini ham aytdilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni to'plab, toki xuddi Uhud jangidagi kofirlar bostirib kelgani kabi bizga bostirib kelgunga qadar bo'lmasa, u mana Bani Musta'liq qabilasini o'zini joyiga keltirib qo'yaylik.
bizga hujum qilmaydigan qilib qo'yaylik degan ma'noda yo'llarini to'sgani Bani Mustaliq qabilasi tomonga ketdilar. Bani Mustaliq qabilasining sardori Xoris ibn Ziror degan odam edi. Ayni paytda Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu joyga kirishlikda oldinroq Juvayriya binti Xoris, ya'ni Xorisning qizi bo'lardi, Juvayriya degan qiz. Mana shu qiz bir tush ko'rdi. Tushida osmondan bir oy paydo bo'ldi-da, osmondan uchib kelib tunda uning qo'yniga kirib ketganini ko'rdi. Tushidan hayron bo'lib turgandan keyin oradan 3 kun o'tib bu qabilaga musulmonlar, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalari yetib keldi. Ular urushga tayyorgarlik ko'rib, endi Madina tomon yuramiz deb turgan bir pallada musulmonlarni to'sig'iga uchradi va Allohning marhamati bilan ular mag'lub bo'ldilar. Ko'pchilik yo'qotish bo'lmadi, balki yengilgina o'sha bir jang bilan ular kichkina bir qabila bo'lganligi uchun mag'lub bo'ldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari u joydan bir qancha asirlarni olib aytdilar. Mana shu joyda bir voqea bo'lib o'tgan edi. Hamma borib jangdan qaytib kelayotgan bir mahalda Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xizmatkori bo'lardi. Jahjah degan u hazratliklardan birining xizmatkori bo'lgan Sinon ibn Vabar degan odam bilan hazillashib turib urushib qoldilar. Aslida boshida hazil bilan boshlanib, urushga aylanib ketdi, janjal ko'tarilib ketdi. Shu payt Sinon ibn Vabar hazratlik u birdan baqirib, "Ey hazratliklar, yordam beringlar, qaranglar, Madinalik meni uryapti" degan chaqirini baqirib aytdi. Aslida bu hazil edi. Bu tomondan esa Jahjoh, "Muhojirlar, yordam bering" degan ovozini chiqardi. Va bu ikki ovoz bilan qo'shilib, u yoqdan hazratliklar, bu yoqdan muhojirlar orasida yaxshigina janjal ko'tarilib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelib, to ularni murosa qilib to'xtatib, yaxshi hammani qilichi xinidan chiqmasdan turib, musulmonga qilich ko'tarmasdan turib, bu narsa bartaraf bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam biroz xafa bo'lgan bo'ldilar. Musulmonlar musulmon bilan urushishlikdan qaytardilar. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir necha marotabalab azizlar musulmondan urushishlikdan qaytarardi. Hatto aytardilarki, "Sibabul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun" derdilar. Musulmonni so'kib haqorat qilishligi fosiqlikdir. Musulmonni o'ldirishligi bu kofirlikdir derdilar. Shuning uchun bu ikki xizmatkor orasidan chiqqan urush kattalashib ketishligidan oldini olib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu urushni to'xtatdilar. Xursand bo'lib turgan bir pallada bunaqa janjallarni kutib turgan, sizga mashhur bo'lgan munofiq Ibn Salulga ancha qo'l keldi. Bilasizlarki, Uhud jangida ham mana shu Ibn Salul o'zini askarlarini olib qaytib ketib qolgan edi. Doim haqiqiy musulmon bo'lmagandan keyin, munofiq bo'lgandan keyin musulmonlar ichida yurarkan, eng yomoni o'zi munofiq bo'larkan. Chunki kofirligi aniq, mushrikligi aniq, dushmanligi aniq. Ammo munofiq o'zini musulmonman deb musulmonlar ichida yurishligi bu juda qiyin bo'larkan, chunki uni qalbi Allohga havola. Ibn Salul mana shunday munofiqlardan biri edi. U haligi urushni ko'ryapsizlarmi? Biz ularniga kelib uylarimizni bo'shatib berdik, bog'larimizni bo'shatib berdik. Endi bularni quturishini ko'ring deb muhojirlarga gapira boshladi. Shunday gaplarni gapirdiki, eshitgan odamning qalbi titrar edi. Hatto Madinaga eson-omon borib olaylik, sharaflilar bilan sharafsizlarni ajratamiz, sharafsizlarni haydab chiqaramiz bu yerdan deb gapirdilar. Bu gapni eshitib turgan yoshgina Zayd ibn Arqam juda xafa bo'lib ketdi. Bu Arqamning o'g'li edi. Bilasizlarki, Arqamning xonadoni Makka mukarramada ilk vahiy kelishligida, ilk islom davrida asosiy payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni berkinib panoh topgan sahobalar to'planib mashvarat qiladigan xonadonining egasi edi Arqam. Mana shu Arqamning o'g'li Zayd yosh hali o'spirin yigit edi. Bu gapni qabul qila olmadi. To'g'ri payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu bilan o'tiruvdilar. Zayd kelib aytdiki, "Men eshitdim, hozir shunday dedi Ibn Salul. Sizni aytdi ya Rasululloh, sharafsiz deyordilar. Qanday degan gap bu?" deb xafaligini bildirdi. Bu gapdan Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday jahllar chiqdiki, o'rnilardan turib, "Ruxsat bering, u munofiqni kallasini oldiray" dedi. Shunda Rasulimiz alayhisalom, "Ey Umar, o'zingizni bosing. Nima qilganingiz bu? Odamlar musulmonlarning qonini to'kishni bolishlabdi demaydimi?" deb bu gaplarni to'xtatdilar. Aylanib bu xabar Ibn Salulga yetib keldi. Munofiq ekanda azizlar. Ibn Salul Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kelib, "Men to'g'rimda bir gap yetib ketdi. Bu gap yolg'on" dedi. Yonlarida Zayd o'tirib,
u o'ziga guvohlarni ham olib kelibdi, o'ziga o'xshagan munofiq guvohlarni. Mana guvohlarim bor, men bu gapni gapirmadim dedi. Qasam ichaman deb hatto qasam ham ichdi. Bu gapni eshitar ekan, nihoyatda Zayd ibn Arqam xijolat bo'lib ketdi. Bir yosh bolani gapiga kirib, "Mani shunday qilasizmi?" deb Rasulimiz alayhisolatu vasallamga gapirdi Ibn Salul. Payg'ambarimiz alayhisalom mayli bu gap bo'lmagan qildida Ibn Salulga ruxsat berdi. Lekin shu holatda Zayd ibn Arqam nihoyatda xijolat bo'lib qoldi. Biroz o'ziga kelib o'tirganidan keyin Abu Bakr Siddiq kelib Zayddan so'radiki, "Nima bo'ldi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Nima dedi?" deyodilar. Hech narsa demadilar, balki meni oldimga kelib, mayingina qulog'imni silab bir tortib qo'ydilar dedi. Va menga qarab tabassum qilib kulib qo'ydilar dedi. Bir haligi erkalatgan bo'lib quloqlarini bir tortib qo'yibdilar, yengilgina va kulib qo'yibdilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Zaydga qarab, "Senga xursandchilik bo'lar ekan, mujda bo'libdi" deb ketdilar. Orqasidan Hazrat Umar radhiyallohu anhu keldi. "Ey Zayd ibn Arqam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima dedi senga?" deyodilar. "Hech narsa degan yo'llari yo'q. Qulog'imni silab bir oz mayingina tortib menga kulib qo'ydilar" deyodilar. "Senga yaxshilik bo'ladi inshaalloh" deb ketdilar. Zayd hayron bo'ldilar. "Nima bunaqa bo'lyapti ekan" deb. Bir oz fursat o'tgandan keyin Qur'oni Karimdagi Munofiqun surasida ayni mana shu voqeani, Ibn Salulning gaplarini Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bildirdi. Rasulimiz alayhissalom bu oyatni o'qir ekan, Ibn Salul yer bo'ldi. Zayd ibn Arqam osmonlarga uchdi. Chunki buning uchun sharaf edi. Uni sharafini himoya qilingan, uni yolg'onchi emasligini bildirilgan oyati karima tushdi. Mana bu jangdagi eng e'tiborlik beradigan narsasi azizlar biz uchun. Jangdan kelingandan keyin hammalari o'zlarini asirlarini boshqalarni oldilar. Birdan bir sahobalarni qo'lida asir bo'lib turgan ayol o'zini Forisni qizi Juvayriya ekanligini bildirdilar. "Men qabila sardori Forisni qizi bo'laman. Men bunday xizmatkor qul bo'ladigan darajadagi oiladan emasman. Shuning uchun meni ozod qilgin. Nima xohlasang shuni beraman" dedi. Shunda haligi sahoba Juvayriyani ko'rdi, haqiqatda Xorisni qizi, sardorni qizi. Shuning uchun unga bir qancha narsalarni aytdi. "Mana shuncha narsani bersang, tillolarni ozod bo'lasan" dedi. Juvayriya qayerdan oladi buni? O'zi asirlikda turgan bo'lsa, hamma parokanda bo'lib ketgan. Bani Musaliq qabilasi umuman parchalanib ketdi, bu qabila yo'q bo'lib ketdi deyarli. Hamma tumtaroqay bo'lib yo'q bu yoqqa qochgan. Mana shu holatda Juvayriya onamiz nima qilishlarini bilmasdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan yordam so'radilar. Bu joyda azizlar ajib bir hikmat bor. Uni qarorini chiqarishga shoshilmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom Juvayriya onamizning gaplarini eshitar ekan, "Senga men yordam beraman" dedi. "Ey Xorisni qizi, asha aytilingan darajadagi mablag'ni berib seni ozod qilaman va undan yaxshiroq taklifni beraman. Menga turmushga chiq" dedilar. Bir eshitishlikda bu ajib ko'rinadi. Hatto dinimizda doimo ichidan kir qidiradiganlar, ana ko'rdingizmi, bir ojizda kelib yordam so'rasa, unga yordam berish o'rniga uylanishlik taklifini bergan ekan degan gaplarni aytadi. Alloh o'zi kechirsin, astag'firulloh. Lekin biz musulmonlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rahmatan lil alamin bo'lgan zot nima uchun bunday taklifni qildi ekan? Buni tagida, buni zamirida nima hikmat bor ekan deb kutamiz. Hikmat esa quyidagicha azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Juvayriya onamizga uylandilar. Juvayriya onamiz rozi bo'ldilar. Chunki agar eslasangiz so'zimizni avvalida Juvayriya onamizning tushlarini aytib o'tgan edik. Juvayriya onamiz tush ko'rib tushlarda osmondan oy kelib qo'ynilariga kirgan edi. Shunda o'zi qalbida nimadir kutib yurgan. Endi mana shu oy, to'lin oy, munavvar oy Rasulimiz alayhisolatu vasallam ekanliklarini bildilarda iymon keltirib muslima bo'ldi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga turmushga chiqdilar. Xo'p, bunda nima hikmat bor? Birdan odamlarga atrofga gap tarqadi. Eshitdinglarmi? Bani Musaliq qabilasining sardori qizi Juvayriyaga Rasulimiz alayhisolatu vasallam uylanibdilar dedi. Holbuki sahobalarning qo'llarida Bani Musaliq qabilasidan ushlangan qancha asirlar, qancha moli dunyo turibdi. Sahobalarning muhabbatini qarang. Ular bir-birlariga qarab, shundaymi? Unda Bani Musaliq qabilasi bizga quda bo'libdilar-da. Unda Juvayriya biz uchun ona bo'libdilar. Biz esa qandoq qilib o'zimizga quda bo'lgan, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga jufti halol bo'lgan qabilani farzandlarini yoki a'zolarini qul qilib ushlab o'tiramiz deb uylariga kirib hammasi ozod qilib olib kelgan hamma narsasini qaytarib berdilar. Aylanib butun qabila yana o'zini oldiga qaytib keldi.
Hammalari hayron. Bu yoqda lekin Juvayriyani otasi ancha narsa yig'ib qizini ozod qilishlikka harakat qilib turgan edi. Uni oldiga hamma to'planib keldi. Butun qabila qaytib keldi. Bir-birlariga qarab, sizni nega ozod qildi? Nima bo'ldi o'zi dedi. Shunda ular aytdilarki, bizning qabilamizning qizi Juvayriya onamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanliklari uchun sahobalar hurmat qilib, endi biz quda ekanmiz deb qudachilik hurmatidan bizlarni hammalarimizni ozod qilib olgan, hamma jizyalarini olgan, mol dunyolarini qaytarib berdi dedilar. Shunda Bani Musalik qabilasi bunchalik oliyjanoblikdan ta'sirlanib, butun qabila yoppasiga islom dinini qabul qildi. Mana bu Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Juvayriya onamizga taklif qilgan nikohlarini zamirida siz bilan biz bilmagan hikmat edi azizlar. Bitta qabila bo'laligicha musulmon bo'ldi. Bunun bilan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z nafsoniyatlari uchun emas, Alloh bizni kechirsin, bunday hayolga borishlikdan o'zi saqlasin, balki bir qabilani hidoyati uchun mana shu qarorni qabul qilganliklari bilindi. Juvayriya onamiz bizga yana bitta ona bo'ldilar va bitta qabila esa musulmon bo'lishlikka musharraf bo'ldilar. Bismillahirrohmanirrohim. Suyukli Habibimiz, shafoat kunandamiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'rganishlikni davom etamiz. Muhtaram azizlar, biz inson bo'lib bu dunyoga yaralib, mo'min musulmon bo'lib hayot kechirar ekanmiz. Oddiy bir inson sifatida hayotimizda turli xil imtihonlarga, turli xil sinovlarga uchrab turamiz. Ba'zan bu narsalar go'yo faqatgina meni boshimga kelyaptimikin deb o'ylab ham qolamiz. Ba'zan esa sabrsizlik qilib qo'yamiz, Alloh o'zi kechirsin. Ammo mo'min sifatida biz bugun Rasulimiz alayhissalomning hayotlarini o'rganar ekanmiz. U zot va barakot va u zot va barakotning yaqinlari, jufti halollarini ham boshiga siz bilan biz tasavvur qilmagan darajadagi turli bo'xton va tuhmatlar bo'lganligini eshitganda beixtiyor biz o'zimizni boshimizda bo'lib turgan ba'zi masalalarni hech narsa emasligini tushunib yetamiz. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ayni o'tgangi safar suhbatimizda Bani Mustalik qabilasidan qaytayotganda bo'lgan bir voqeani aytib o'tishlikni lozim topdik. Bu voqeasi Marjon voqeasi edi. Va bu Marjon voqeasi keyinchalik katta bir ifkga, katta bir bo'xtonga, katta bir tuhmatga sabab bo'ldiki, tarixda yozilib, muhrlanib qoldi va bu haqda oydinlik kiritilgan oyat qiyomatgacha o'qilajak holatda bo'ldi. Ushbu safarda Oysha onamiz ham Payg'ambarimiz alayhissolatu vasallam bilan birga safarga chiqqan edilar. Odatda Rasulimiz alayhissolatu vasallam qurra tashlab, qurra kimga chiqsa, o'sha jufti halollarini safarga birga olib ketardilar. Bu safar Oysha onamiz birga ketdilar. Oysha onamiz bilan qaytib kelar ekan turli voqealar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Bayzo degan joyga kelganda butun karvonni mana shu joyga tushirtirishlikka to'g'ri keldi. Hammalari o'sha joyda dam olib turdi. Birdan Oysha onamiz bo'ynilariga taqib olgan marjonlarini yo'qotib qo'yganligini bilib qoldilar. Marjon omonat bo'lganligi uchundir Oysha onamiz ushbu marjonni topib berasizlar deb turib oldi, izlashga tushdilar. Qarangki azizlar, bu marjon bo'yinga taqadigan oddiygina bir marjon edi. Ehtimol Oysha onamiz bunga parvo qilmasdan ketishlari ham mumkin edi. Lekin mana shu safarga chiqib kelayotganda Oysha onamiz ayol sifatida, bir ojiza sifatida biror bir taqinchoq taqqilari keldi. Lekin qarangki, taqadigan hech narsasi yo'q edi. Azizlar, siz butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan, butun olamlarni nurga to'ldirgan Payg'ambarimiz alayhissalomni jufti halollarini haqida eshityapsizlar. Rasulimizning juftlari, butun mo'minlarning onasi bo'lgan Payg'ambarimiz alayhissolatu vasallam jufti halollari zavjasi bo'lgan Oysha onamiz o'zlariga taqadigan taqinchoq topolmayaptilar. Va o'zlarini opasidan Asmodan iltimos qilib omonatga bo'ynilariga o'sha marjonni oldilar. Bu opalarning omonati edi. Arzimagan bir narsa edi, lekin omonat edi. Bo'yniga taqib oldilar va mana shu Bayzo degan joyga kelganlarida uni yo'qotib qo'ydilar. Birdan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga injiqlik qilib turib oldilar. Qani meni marjonimni topib bersinlar.
hamma qidirdi. Payg'ambarimiz alayhissalom hammani oyoqqa turgizdi. Hali u yoqqa chopgan, hamma qidirgan, lekin marjondan darak yo'q. Ancha vaqt o'tib qoldi, hamma shu yerda qoldi. Lekin sahobalarni tashvishga soladigan boshqa narsa bor edi. Chunki ular uyga qaytayotganliklari uchun bemalol holatda suvlarni ishlatib qo'ygan, suvlarni ichib qo'ygan, zaxiraga olib qo'ygan suvlarni ham tugatib qo'ygan edi. Hamma mana shu joyda yotib qoladigan bo'ldi. Lekin tahoratga suv yo'q. Kimlardir g'usl qilishligi to'g'ri kelib qoldi. Unga suv yo'q. Hamma nima qilarini bilmay, hatto ba'zi birlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga Oysha onamizning otalariga shikoyat ham qildilar. Oysha qizingiz, ya'ni mo'minlar onasi mana shunday qilganligi uchun turib qoldik, endi nima qilamiz degan gaplarni gapirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu darg'azab bo'ldilar. Borib qizini bir ta'zirini berib qo'yish, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdek ulug' bir zotni arzimagan marjon uchun butun sahobalarni to'xtatib, tahoratga suvsiz holatga qo'yib qo'ygan bu erkak qizini ta'zirini berib qo'yish niyatida bordilar. Oldilariga borganda xijolatli holatda bo'lib qoldi. Nima qilishni bilmay qoldi. Chunki Oysha onamizning oyoqlariga Rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlarini qo'yib uxlayotgan edi. Nima qilarini bilmadilarda, orqasiga qaytib ketishlikni ham o'zlariga ravo ko'rmay, asta Oysha onamiz oldilariga keldi. Va Oysha onamizga Rasulimiz alayhisolatu vasallam eshitmaydigan qilib pichirlab o'qa boshladilar. Nima qilding sen? Shuncha odamni bir arzimagan marjon uchun usiz qo'ydingmi? Bu nima holat dedilarda, qo'llari bilan Oysha onamizni biqinlariga turtib nuqib gapirdilar. Oysha onamiz keyin o'zlari shu voqeani eslab aytadilarki, otalari urganda beli og'rib baqirib yuborgisi kelgan, lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam uyg'onib ketmasin deb sabr qilgandim deydi. Biqinlariga turtib gapirib Abu Bakr Siddiq qaytib ketdilar. Lekin Oysha onamiz qimillamadilar, turmadilar ham, marjonni topilishligida umid qilib turaverdi. Lekin hamma suvsiz. Endi nima qilamiz? Axir suv yo'q bo'lsa namozda qanday ado qilinadi? Tahorat nima bo'ladi degan masalalar ko'ndarang bo'ldi. Bir payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalariga Qur'oni Karimdan oyat vahiy kelganligini xabarini berdi. Oysha onamiz tufayli qiyomatgacha keladigan butun mo'minlarga ajib bir xush xabar, ajib bir yengillik keldi. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi tayammum oyatini nozil qildi. Estaizu billah. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ degan oyat nozil bo'ldi. Ya'ni agar suv topa olmasalaringiz, unda pokiza tuproqqa tayammum qilinglar, yuzingizni va qo'llaringizni o'sha tuproq ila masx qilinglar degan oyat tushdi. Va bu oyat hamma suv yo'qligidan tashvish qilib turganlarga mujda bo'ldi, xursandchilik xabari bo'ldi. Rasululloh alayhisalom hammaga bu oyatni o'qir ekan, endi suv topa olmaganlar tayammum ila namoz o'qishlikka, tayammum ila poklanishlikka ruxsat bo'lganligini aytdilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiqqa qarab, "Ey Abu Bakrning oilasi" dedilar. "Bu sizlar olib kelgan birinchi barakot emas. Sizlarning sababingiz bilan Alloh taolo bizlarga ko'p ikromlarni noil qildi" deb marhamat qildilar. Ular tufayli ko'p yaxshiliklar bo'lganini izhor qildilar. Haqiqatda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va u zotning oilasi Oysha onamiz tufayli mana shunday barakot bo'ldiki, azizlar, qiyomatga qadar endi suv topa olmaganda, tayammum qilayotganimizda beixtiyor marjon voqeasi ko'z oldimizdan o'tadi. Oysha onamiz aslida bu marjonni umuman ko'ngillariga olmagan edi, lekin bu Allohning marhamati bilan bo'lganligini nishonasi. Endi marjon topilmadi, hammamiz turib ketamiz degan mahalda tuyani turgizishganda tuyani tagidan marjoni topildi. Bunun tagida hikmat bor ekan. Ya'ni Alloh azza va jalla mana shu sabab tayammum haqidagi oyatni nozil qilgan. Tuyani tagidan marjonni olib xursand bo'lib ketgan Oysha onamiz uni bo'ynilariga taqib oldilar. Va mana shu bilan hamma xursand bo'lib qaytib ketdilar. Yana bir joyga borganlarida Oysha onamiz bir tahorat yangilash ma'nosida o'zlarini minib kelayotgan gajavasidan, tuyadan tushib, odamlarni ko'zdan ko'rinmaydigan hududga o'tdilar. Tahoratlarni yangilab qaytib kelganda bir narsani bilib qoldik. Yana marjonlarni tushirib qo'yibdilar. Endi aytsam hammadan baloga qolaman dedilarda, o'zlari orqasiga borib marjonni qidira boshladi. Ayni o'sha tahorat qilgan joylariga tushirib qo'ygan ekan, topib xursand bo'lib yana bu omonatini opasiga olib borib berishligidan mamnun bo'ldilar. Bo'ynilariga taqib kelganlarida ne ko'z bilan ko'rsinki, karvon ketib qolibdi. Chunki Oysha onamiz o'zlari jussalari kichkina bo'lganligi uchun gajavaning ichida o'tiribdi deb o'ylab karvonni yetalab olib ketib qolishibdilar.
Oysha onamiz orqalaridan bir oz yurib ko'rdilar, lekin qarasa karvonga yetolmaydi. Nima qilarini bilmasdan o'sha joyga o'tirib qoldilar. O'yladilarki, hozir ko'rsalar, meni yo'qligimni bilsa orqaga qaytib kelishar degan umidda o'tirdilar. Birdan charchaganliklari uchun hatto uxlab ko'zlari ketib qopti. Lekin karvondan qolib ketgan bitta Oysha onamiz emas ekanlar. Ularning ichida sadoqatli bir sahobalardan birlari Savfon ibn Muattal degan bir sahoba ham sekin tuyasini yetalab kelayotganda birdan uzoqdan bir qora ko'rindi. Yaqinroq borib qarasalar Oysha onamiz ekanlar. Oysha onamiz yolg'iz qolib ketganligini ko'rgan Savfon "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" deb yubordi. Ya'ni musibat tushganda aytadigan istirjo kalimasini aytib yubordi. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz dedilar. Nima qilyapsiz bu yerda ey mo'minlar onasi deb hayratlandilar. Va tezda kelib chiqing ey mo'minlar onasi chiqing deb tuyalarni cho'ktirdilar. Oysha onamiz yuzlarini berkitib olib qochdilar, chunki o'sha mahalda tasattur qilishlik buyurilgan edi va hech qanday gap gapirmasdan, indamasdan o'sha tuyaga o'tirib ketdilar. U yoqdagilar esa endigina Oysha onamizga gajavada yo'q ekanligini bilib, hammasi tashvish qilib qidira boshlagan bir paytda Savfon ularga nur qilib Oysha onamizni olib kelishlari hammaga xursandchilik bo'ldi. Oysha onamizni yana karvoniga o'tkazib qaytib ketdilar. Qaytib Madina-i Munavvaraga keldilar.